Andijon tumani 31-sonli maktabning 11A sinf o'quvchisiman. Men hozirda 3 ta sertifikat sohibasi hisoblanaman. Ingliz tilidan xalqaro, rus tilidan B+ darajadagi hamda matematikadan C darajadagi sertifikatlar sohibasiman. Menda hozirda universitetga kirish imkoniyatlarim juda yuqori. Menda hozirda 178 ball bor va kira olmagan taqdirimda xalqaro sertifikatim bilan O'zbekistondagi xalqaro universitetlarga kirish imkonim ham bor. Bularga erishishimda ota-onam va maktabdagi o'qituvchilarimizni hamda direktorimiz o'rni juda katta. Ular bizga shuni shart-sharoitlar yaratib berdi. Shuningdek, men rus tili biz o'zimiz ona tilimiz hisoblanmagani uchun bu rus tilidan sertifikatni olish juda qiyin bo'ldi, lekin shunga qaramasdan harakat qildim. Birinchi urinishimda o'xshamadi, sertifikat ola olmadim, lekin ikkinchisida oldingidan ko'ra yuqoriroq ball oldim va men bundan juda xursand bo'ldim. Matematikadan esa kechroq boshlaganim uchun bu ham ancha qiyin bo'ldi, lekin eplab uni ham majburiy fandagi savollarni yopadigan darajada sertifikat oldim. Ingliz tili o'zimga qiziqqan fanim bo'lgani uchun unda uncha qiyinchiliklar bo'lmadi. Bitta urinishimdayoq 6 darajani oldim. Bu narsalarga erishish uchun men o'yin-kulgilardan albatta voz kechdim birinchi navbatda va men ijtimoiy tarmoqlarda ham o'chirib tashladim telefonimni va faqatgina darslarimni qilib, o'zimning yo'nalishimda faqat o'qidim va bu natijalarga erishdim. Kelajakda xalqaro toifadagi ingliz tili o'qituvchisi bo'lish niyatidaman va yurtimizdagi shuningdek maktabimizdagi o'quvchilarga bilim berib, ularni ham shunaqa xalqaro darajadagi sertifikatlar olishiga yordam beraman. Sertifikatni osonroq olish uchun ertaroq boshlash kerak o'qishni. 2 yil oldin boshlash kerak va shuningdek o'yin-kulgilardan, telefondagi har xil ilovalardan, ijtimoiy tarmoqlardan voz kechish shart. Shuningdek tartibli ham bo'lish kerak. Men Andijon tumani 31-umumiy o'rta ta'lim maktabining 11A sinf o'quvchisi Saydullayeva Gulzoda. Hozirgi kunda 3 ta fandan sertifikatlarga egaman. Kimyo, biologiya, ona tilidan B darajadagi sertifikatlarim bor. Menga bu sertifikatlarim kelajakda o'qishga kirishimga juda katta yordam beradi. Bu sertifikatlarim orasida kimyo fanidan sertifikat olishim uchun qiyinroq bo'ldi. Chunki bu fan jicha murakkabroq hisoblanadi. Misol uchun ona tilida olishim osonroq bo'ldi. Chunki ona tili fani tilimizligi uchun bunda ona tili fani sertifikatiga erishishim osonroq bo'ldi. Kimyoda bo'lsa elementlar bor, reaksiyalar, organikasi bor, shunga jicha qiyinroq bo'ldi. Kelajakdagi maqsadlarim Medin institutga o'qishga kirmoqchiman va o'z kasbini ustasi bo'lib, yurtimizga foydasi tegadigan inson bo'lmoqchiman. Men bu darajaga erishishimga birinchi o'rinda ota-onam va maktabdagi ustozlarim juda ham katta yordam berishdi va sababchi bo'lishdi. Men bularga juda ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Men Andijon tumani 31-umumiy o'rta ta'lim maktabida 11A sinf o'quvchisiman. Hozirda menda 3 ta sertifikat egasiman. Ingliz tili, ona tili, matematika. Men bu darajalarga erishgunimcha juda ko'p qiyinchiliklarga duch keldim va men bularni yengib o'tdim. Ingliz tilini olishim sal qiyinroq bo'ldi. Ingliz tilida birinchi topshirishimda emas, ikkinchi topshirishimda yuqori natijani qo'lga kiritdim. Buning uchun maktabdagi ustozlarimga va ota-onamga rahmat. Va ona tilidan ham yuqori natijaga erishdim. Ona tili o'zimizning til bo'lganligi uchun va bu sohaga o'zim qiziqqanligim uchun erishishim osonroq bo'ldi. Matematikadan ham yuqori sertifikat darajasini qo'lga kiritdim. Hozirda Andijon davlat universitetining filologiya yo'nalishiga muddatidan oldin
talaba bo'ldim. Hozirda menda yetarli ball bor. Kelajakda ona tili adabiyot o'qituvchisi bo'lib, o'zim tengi inson bolalarga yetarlicha ta'lim berishga xohlayman va hozirgi yoshlarga aytadigan gapim, ular o'qishda vaqtliroq boshlashini maslahat bergan bo'lardim. Chunki men to'g'ri ko'p natijalarga erishdim, lekin bu men uchun yetarli deb hisoblamayman. Hozirgi yoshlar telefondan, ijtimoiy tarmoqlardan chekingan holda ko'proq kitobga e'tibor qaratishini maslahat bergan bo'lardim. Chunki bu natija o'zlarigada ko'p natijalarga erishadi va ota-onasiga rahmatlar olib beradi va kelajakda yaxshi o'qishlarga kiradi. Meni shu darajaga erishishimga ota-onam, maktabdagi ustozlarim va maktabimiz direktoriga rahmat aytmoqchiman.